Aleksandra Kavelius. Laylo. Dunyo urushlari faqat jang maydonida bo'lmasligini o'rgatgan kitob. Kitob Bosniya urushi davrida serb millatchilari tomonidan asir olinib zo'ravonlikka uchragan musulmon qizning taqdiri haqida hikoya qiladi. Uning o'ta tushunarli va jurnalistik uslubda yozilgani alohida maqtovga loyiq. Hali voyaga ham yetmagan Laylo urushning eng jirkanch va chirkin voqealarini boshidan o'tkazadi. Bu qadar azoblarga u katta matonat va Xudoning mo'jizasi sabab bardosh beradi. Kavelius real faktlar asosida urushdagi minglab ayollar qanday qiynoqqa solinganini hujjatlashtirgan. Laylo obrazi haqiqiy hayotda bordir ehtimol, lekin bu asarda u umumiy ramz. U bitta shaxs sifatida ko'rsatilsa-da, aslida uning timsolida urush qurboni bo'lgan butun bir avlod ayollarini ko'rish mumkin. Kitobni qiynalib o'qidim. Xuddiki o'qiganim sari Layloning qiynoqlari oshib borayapti-yu, to'xtatsam, uning ham azoblari tugaydigandek. Asardagi o'ta ramziy manifest bu Layloning onasi. U so'nggi nafasigacha farzandining tirik ekanligini va yoniga qaytishini kutib yashaydi. Endi bir savol. Layloni nega kutishdi? Onasidan uzoqda ekanligi tushunarli, lekin qanday qilib? Agar yuragi bo'shlardan bo'lmasangiz, albatta kitobni o'qib ko'ring.